Tafsiri muyassar. Baqara surasi. 5. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Muhammad alayhisalomdan iborat ulug' payg'ambar ularning qo'lidagi Tavratni tasdiqlaydigan Qur'onni Alloh tarafidan ib kelibdi. Kitob berilganlarning bir qismi xuddi uning payg'ambarligini bilmaydigandek Allohning kitobi bo'lgan Tavratni orqalariga cho'rivatdi va uningdan tamoman yuz o'ridi. Yahudilar Shaytonlarning Sulaymon alayhisalomning zamonidagi sehrgarlar to'g'riliq so'zlab bergan narsalarga agashdi. Sulaymon kofir bo'lgan emas, sehr o'rganganmi emas. Lekin shaytonlar kishilarning dinini buzish uchun ularga sehr o'rgatish bilan Allohga kufrlik qilgan maxluqlardir. Yahudilar yana Alloh bandalarini sinash uchun Iroqning Bobil degan yeriga avatgan Harut, Marut degan ikki farishtaga tushirilgan sehrga agashdi. Bu ikki farishta sehrgarlikni o'rganish va shaytonga agish bilan kofir bo'lib ketma deb ogohlantirmay turib hech kimga sehr o'rgatgan emas. İnsanlar bu ikki farishtadan ayolni bir-biriga o'ch qilib, ularni ayirib etadigan sehrgarlikni o'rganadi. Sehrgarlar uning bilan Allohning irodasiz hech kimga ziyon yetkazmaydi. U sehrgarlar faqat o'ziga ziyni va foydasi yo'q narsalarni o'rganadi. Shaytonlar sehrgarlikni Yahudilarga ib keldi. Shuning bilan ularda sehrgarlik avj ilib, ular sehrni Allohning kitobidan ortiq ko'rdigan bo'lib ketdi. Halbuki Yahudilar sehrni tanlab, haqni tark etgan odamga oxiratda yaxshilikdan hech bir nasibi yo'qligini obdan bilatdi. Yahudilarning Allohga iymon etish va Muhammad alayhisalomga agish badaliga o'zlari uchun ravo ko'rgan sehrgarlik bilan kufrlik nima degan yomon. Ularda o'zlariga qilingan vaz nasihatni qabul qilib, yaxshi amallarni qilishga turtki bo'g'idek ilm bo'lgan bo'lsa edi, ular unda qilmaydi. Yahudilar agar Allohga haqiqiy iymon etgan va uningdan qo'rqgan bo'lsa edi, ularga Alloh beradigan savobning sehrgarlikdan va sehrgarlik orqali topgan mol dunyodan yaxshi ekanligini albatta bilgan bo'ladi. Iymon va taqvolikning oxiratdagi katta mukofotini haqiqiy bilsa edi, albatta iymon etgan bo'ladi. Ey iymon etganlar, sizlar Muhammad alayhisalomga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. Bu so'z sizlar maqsad qilgan ma'nini to'g'ri shaklda ifodalab beradi. Chunki Yahudilar Muhammad alayhisalomga bo'lgan qattiq o'chmanligi tufaylidan uni so'kish va tillash uchun tilini qasdan to'lg'ab shundoq ikki bisliq so'zlarni ishiltatdi. Ey iymon etganlar, sizlarga tilovat qilinayotgan Qur'onga quloq solinglar, uni yaxshi tushuninglar. Haqiqatni inkor qilgan kofirlarga alamlik azob bor. Ahli kitobdan bo'lgan kofirlar va mushriklar Rabbinglar tarafidan sizlarga Qur'on, ilm, ma'rifat, nusrat va bishorat qatorliq yaxshiliklardan ozroq bo'lsa-mu tushishini qat'iy yoqtirmaydi. Alloh payg'ambarlikdan iborat rahmatini bandalaridan kimni xolasa shuningga ato qiladi. Alloh katta va kang fazl-karam ham ato ihson egisidir. Biz bir oyatni amaldan qoldirsak yoki uni dillardan o'chirib tashlasak, albatta sizlar uchun uningdan manfaatliroq oyatni keltiramiz yoki savob va amal jihatda uningga o'xshaydigan bir oyatni keltiramiz. Har bir ishimizda albatta hikmat bor. Ey payg'ambar, sen va ummating Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsizlar. Ey payg'ambar, sen va ummating Allohning osmonlardagi va zamindagi hamma narsaning egisi va idora qiluvchisi ekanligini bilmamsizlar. Alloh xolig'ini qiladi, xolig'ini bo'yicha hukm qiladi. Bandalarni o'zi xoligan ishga buyuriydi va xoligan ishdan to'sidi. Bandalarning Allohning amr farmonlarini qabul qilib itoat qilishi farzdir. Allohga osiylik qilgan odam o'zini Allohning azobidan qutqizib qoladigan hech qanday madadkor va yordamchi yo'qligini bilib qolsin. Ey insonlar, ilgari Yahudilar Musoga talab qo'ygandek, sizlarmu tarsolik va hakovurlik qilib payg'ambaringlar Muhammad alayhisalomga talab qo'ymoqchimi? Bilinglarki, kimki iymonni qo'yib kufrni tanlaydi ekan, u Allohning to'g'ri yo'lidan ezib ozg'unlikka kirib ketgan bo'ladi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar Muhammad alayhisalomning rostchilligi va u ipkagan dinning haq ekanligi o'zlariga ochiq ayon bo'lgandan keyin faqatla diliga to'shib ketgan hasad va dushmanlik tufaylidan sizlarni iymoninglardan qaytirib, avvalgidek butlarga cho'qinadigan kofirlardan qilishni orzu qiladi. Allohning ular bilan urush qilish haqidagi farmoni kelganga qadar sizlar yanada ularni afv qilinglar va ularning nodonligini kechiringlar. Allah ularni bu qilmishi sabablik
albatta jazolaydi. Shaksizki Allah har narsaga qodirdir, u hech qanday bir ishdan ojiz kelmaydi. Ey iymon etqanlar, namozni to'g'ri shaklda mukammal ado qilinglar. Farz qilingan zakotni to'liq beringlar. Bilinglarki, sizlar o'zinglar uchun qilgan har qanday yaxshi amalning mukofotini oxiratda Allohning dargohida topsizlar. Shaksizki Allah sizlarning barliq amalinglarni ko'rib turg'uchidir. Amalinglarga qarab sizlarga mukofot yoki jazo beradi. Yahudilar bilan xristianlar jannatning o'zlariga xos ekanligini va o'zlaridan boshqa hech kimning jannatga kirolmaydiganligini da'vo qilib biljirlaydi. Bu ularning quruq orzusidir. Ey payg'ambar, ularga agar bu da'voyinglarning to'g'riligida rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltirib beqinglar degin. Amaliyat hargiz ular gumon qilgandek emas. Jannat hargiz bir toiba kishilarga xos emas. Jannatga faqat Allohga chin ixlos bilan ibodat qilgan, Muhammad alayhisalomga barliq gap so'zlarda va amallarda izchil agashgan kishilar kiradi. Kimki shunday qiladi ekan, u qilgan amallarining mukofotini oxiratda Allohning dargohida cho'qim topadi. Oxiratdagi mukofot jannatdir. Ularga oxiratda hech qanday qo'rqinch yo'qdir. Ular bu dunyoda erishamay ketgan dunyo lazzatlari uchun qayg'urmaydi. Yahudilar xristianlar to'g'ri dinda emas dedi. Xristianlarmi Yahudilar to'g'ri dinda emas dedi. Halbuki ular Tavrat bilan Injilni o'qib turadi. Bu ikki kitobda barliq payg'ambarlarga iymon etishning zarurligi yozilgan. Arab mushriklardan iborat nodon qavmi shundoq dedi. Ya'ni o'zlarining dinida bo'lmaganlarning hammasini to'g'ri dinda emas deb qaradi. Alloh qiyomat kuni ularning din to'g'risidagi talash-tortish haqida hukm chiqaradi va har biriga qilmishiga qarab jazo beradi. Allohning masjidlarida namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish orqali Allohni zikr qilishni man'iy qilgan, u masjidlarni yiqib tashlash yoki taqib olish va yoki mu'minlarni uningga kirishdan to'sish qatorliq qilmishlar bilan vayron qilishga uringan odamdan zolim odam bormi? Bu zolimlar masjidlarga faqat Allohdan qo'rqgan holda kirishi kerak. Ularga dunyoda xorliq va rasvolik, oxiratda bo'lsa qattiq azob bor. Kun chiqishmi, kun bitishmi va bu ikkisining orasidagi taraflarning hammasi Allohningdir. Alloh butkul zaminning egasidir. Shunga sizlar Allohning amriga asosan namozda qaysi tarafga yuzlansanglar, Alloh belgilagan tarafga yuzlangan bo'lasizlar. Allohning igidorchiligidan va itoatidan chiqib ketmaysizlar. Alloh bandalariga cheksiz rahim shafqat qilguchidir. Ularning barliq amallarini bilib turguchidir. Hech narsa uning ilmidan chiqib ketanmaydi. Yahudilar, xristianlar va mushriklar Allohning bolasi bor dedi. Hargiz undaq emas. Ular Allohga mansub qilgan narsadan Alloh albatta pokdir. Osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Ularning hammasi uningga bo'ysunguchidir, hammasi uning boshqarishi ostidadir. Allah osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratgan zotdir. Allah bir ishni taqdir qilib, uni yaratishni iroda qilsa, uningga faqat bo'l deydi-da, u darhol bo'ladi. Ahli kitobdan va boshqalardan bo'lgan nodon odamlar Muhammad alayhisalomga agishdan bosh tortib, haqovurlik qilib, Allah nimishqa bizga bevosita gap qilib, sening haq payg'ambar ekanligingni aytib bermaydi, yoki sen nimishqa bizga Allohdan sening rostchil ekanligingni isbotlaydigan bir mo'jiza keltirmaysan dedi. Ulardan ilgari o'tgan ummatlarmi o'z payg'ambarlariga haqovurlik qilib, mushundaq so'zlarni qilgan edi. Bu ilgirki va keyingi barliq kofirlarning dillarining kufrlikda va ozg'unlikda bir-biriga o'xshaydiganligidandir. Haqiqatan biz oyatlarimizni Allohga jazman ishonadigan, uning nozil qilgan shariati bo'yicha amal qiladigan mu'min qavm uchun ochiq bayon qildik. Ey payg'ambar, haqiqatan biz seni dalil isbot va mo'jizalar bilan kuchlantirilgan haq din bilan avatdik. Sen bu dinni kishilarga yetkazgin. Mu'minlarga ikki olamlik yaxshiliklar bilan xush xabar bergin. Haq dinni qabul qilishdan bosh tortgan mutakabbir kofirlarni oxiratda ularni kutib oladigan qattiq azobdan ogohlantirgin. Sen haq dinni to'liq yetkazgandan keyinmi kufrda ching turib olganlarning kofirligiga sen javobgar emassan. Qiyomat kuni ular do'zaxga tashlanadi, uningdan hargiz chiqib ketanmaydi. Ey payg'ambar, sen diningni tashlab Yahudilarning va xristianlarning diniga agishmaguncha ular sendan hargiz rozi bo'lmaydi. Ularga aytqinki, haq din islom dinidir. Sana vahiy orqali haqiqat kelgandan keyin
Agar sen ularning nafsi xohishlariga agishadigan bo'lsang, seni Allohning azobidan qutqizib qoladigan hech qanday do'st, sana yordam qiladigan hech qanday madadkor chiqmaydi. Uningdagi Allohning payg'ambarlariga, xususan oxirgi payg'ambar Muhammad alayhisalomga iymon etishdan iborat haqiqatga chin ishonadi. Bu haqiqatlarni o'zgartib etmaydi. Ana shular Muhammad alayhisalomga va uningga kelgan Qur'onga ishonadigan mu'minlardir. Ammo Tavrat va Injil qatorliq kitoblarning bir qismini o'zgartib etgan ba'zi haqiqatlarni yushirganlarga kelsak, ashular Muhammad alayhisalomni va uningga kelgan Qur'onni inkor qilgan kofirlardir. Kimki Muhammad alayhisalomni inkor qiladigan, ana shular Allohning dargohida eng qattiq ziyon tortquchilardir.